ozgincha probegi bor lilarni ko'rsataman. Bittasi Li 8 Ultra Restyling hamda L9 Ultra Restyling. Ikkalasini ham ozgincha probegi bor. Restyling 2025-yil, okey. Oq rangda R21 diska balon. Bu Li 8 Ultra Restyling bo'ladi. Mana lidarlari kichkina, o'zi faqat restylingda chiqdi-yu bunaqa oq rangi. Liga lekin 9-8larga ham oq rangi rosa yarashadi. Li 9 bilan Li 8 nima farqi bor desang, ozgina mana oynasi uzun bo'ladi, o'zi ham mashina o'zi ham uzunroq bo'ladi. Mana sal kaltaroq bo'ladi, bir 10 sm yo 15 sm raznica beradi. Oq rang, ichlari kafeyni, salon, холодильник, televizor, panorama, hamma narsasi bor. 3-qatorlari ham bo'ladi. Pnevma podveskada ham bo'ladi. Hamma kerakli narsalari bor. Obduf, obogrev, massaj, head-up display, rul obogrev ismi erigan bir Michelin balon diskada bir xil bo'ladi, lekin narxi arzonroq bo'ladi. Bu yerda L9 mashinamiz, bu ham restyling ultra. Endi buni hamma bilsa kerak, lekin bu zo'r tomoni oq rangi, oq salon. Juda chiroyli turadi. Elektronniy parok. Buni probegi 4800 2025-yil 5-oyda ishlab chiqarilgan, okalar. Buni narxini 65 ming qilib beramiz, bunikini 58 ming qilib beramiz.